Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoatimiz. Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Mana g'ung'ur-g'ung'ursiz, tiniq yaxshi bo'lyapti. Ba'zi jamoat aytishyapti, ovoz g'ung'ur bilan tushunarsiz bo'lib qolyapti gapirilganda deyishyapti. Hammaga ma'qulmi? O'zi yaxshi tushunarlimi? Xo'p, muhtaram jamoatimiz, Alloh taoloning bugungi kuni, Sayyidul ayyom hajjul masokin bo'lgan ulug' kunni fayzi, barakasidan barchalarimizni birdek mamnun qilsin, birdek bahramand qilsin. Bugungi ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Bugungi juma mavzumizning mavzusi ushu baraka omili mavzusi ostida bo'ladi inshaalloh. Muhtaram jamoatimiz, Alloh taolo insoniyatga juda ko'plab ne'matlarni berdi. Bu ne'matlarni sanog'iga yeta olmaymiz. Hisob-kitob qilamiz desak. Xossatan inson yashashligi uchun, oziqlanishligi uchun yer yuzini unumdor qilib va unda dehqonchilik qilishga qulay sharoit yaratib berdi. Bo'lib ham mana bizning o'lkalarimizda, bizning mintaqalarimizda Alloh taolo shunaqangi bir ne'mat qilib berganki, bizda 4 ta fasl o'z hukmini suradi. Qishda qor, sovuq, bahorda yomg'ir, yozda issiq, kuzda daraxtlar bargini to'kib, uyquga ketib, kelasi yilgi hosilga tayyorgarlik qilib quvvat yig'adi. Allohning barakasida bu ham bir. Shu bois dehqonlarimiz bahor faslida bir qarich yerni ham bo'sh qoldirmaslikka harakat qiladilar. Aslida mana bu dehqonchilik bizga Odam alayhissalomdan qolgan bir meros. Chunki Alloh taolo Odam alayhissalomni yerga tushirgandan keyin u kishi yerda shu dehqonchilik bilan ziroat qilib kun ko'rdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dehqonchilikning fazli haqida alohida to'xtalib, mana shunday marhamat qilgan. Qaysi bir musulmon ko'chat eksa yoki dehqonchilik qilsa, keyin undan bir qush, inson yoki hayvon yesa, buning uchun ekkan kishiga sadaqa qilganning savobi yoziladi. Subhanalloh, qarang. Biz o'zimiz bilmagan holatda qilgan dehqonchiligimizdan har kuni ihson qilganning savobini olib turar ekanmiz. Mashalloh demasdan boshqa ilojimiz yo'qda. Alloh Mavardiy Hazrat aytadilarki, insonni tirikchiligi 3 ta narsaga bog'liq. Birinchisi dehqonchilik, ikkinchisi tijorat, uchinchisi hunarmandchilik. Meni nazarimda deydi Alloh Mavardiy, eng afzali va eng pokizasi bu dehqonchilikdir. Nimaga degan savol tug'ilishi mumkin. Nimaga eng pokizasi va eng afzali dehqonchilik? Hozir buni sababini aytamiz. Birinchidan, dehqonchilikda Allohga bo'lgan tavakkul eng yuksagi bo'ladi. Nimaga? Chunki biz erta bahorda yerga ekin qadarganmiz, bir ko'chat ekarganmiz, bizga hech kim kafolat bermaydi uni ko'karib chiqib kuzda zo'r hosil beradi. Allohga tavakkul bilan Robbim, hozir men shu urug'ni yerga qadayapman, mana shu ko'chatni yerga ekyapman, kuzda menga bir mo'l hosil bergin. Mana bu hosilingdan umra qilayin, hajga borayin, zakot chiqarayin, ushurimni berayin, chiroyli to'y tantanalar qilayin degan niyat bilan Allohga tavakkul qilamiz-da, bu juda katta tavakkul. Yo'q joydan Alloh taolo bizga hosil yig'ishtiradigan vaqtda juda katta hosillarni beradi. Ikkinchisi, bu shu yuqorida aytdik, butun bir borliqni rizqlantirishga sababchi bo'lamiz, to'yishiga. Ya'ni agar hosilimiz to'kiladigan bo'lsa, undan qurt-qumursqa, hasharotlar, osmondagi qushlar va insonlar yerdagi undan yeydi. Yergan tabiiyki Alloh taolo bizga o'shani iste'molidan har kuni yesa, har bittasidan ihson qilgan hisobini berib turar ekan, subhanalloh. Uchinchisi va eng muhimi, mana shu biz ekkan navnihol ko'chatlarimiz Alloh taologa tasbih aytib sajda qiladi. Qanaqasiga isboting bormi desangiz, bor bunga ham isbot deyman. Chunki Alloh taolo Ar-Rahman surasida aytadi: "Wan najmu wash-shajaru yasjudan" deydi. O't-o'lanlar ham, daraxtlar ham Alloh taologa sajda qiladi. Va yana bir boshqa surada
Yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlar va yerdagi narsalar Alloh taologa tasbih aytadi. Qarang, mana bu ko'chat ekishligan bir sadaqa joriya bo'lar ekan. To o'sha biz ekkan novnihol ko'chat qurib yo'q bo'lib ketmagungacha Alloh taologa tasbih aytib turib sajda qilib turar ekan. Ana o'shandan bizga savob borib turar ekan. Qarang, bu dehqonchilik qanaqa bir ulug' fazilatli kasb ekan. Bitta dehqonchilik qilishligimiz bilan qancha savobga ega bo'lyapmiz, qancha daromad qilyapmiz, Alloh barakasiga yog'ilib, ha? Demak, ko'chat yoki ekin ekkan kishining mehnati hech qachon zoya ketmaydi. Undan yegan barcha jonzotlar sababli sohibiga sadaqa savobi yozilib turadi. Dehqon va bog'bonlarga mana shunday savob va'da qilinishi bilan birga ularning zimmalariga ushur berish ham farz qilingan. Ana endi dehqonchilik qanaqangi bir ulug' fazilatli bir amalligini, ishligini bildik. Alloh taolo bunga qanaqa ajr hasanotlar berilishini bildik. Endi bu dehqonchilik qilganimizdan keyin, hosilni yig'ishtirganimizdan keyin yana biz zimmamizga vojib bo'ladigan, farz bo'ladigan bir amal borki, buni ushur deydi. Ushur arab tilida 10dan 1 degan ma'noni anglatadi. Shar'iy istilohda hosil pishib yetilgandan keyin yig'ish boshlanganda o'sha hosilni 10dan 1ni zakot qilib beriladi. Ya'ni beva bechoralarga, miskin faqirlarga o'sha hosilni 10dan 1ni xoh mahsulot ko'rinishida bo'lsin, xoh pul ko'rinishida bo'lsin, o'sha mahsulotning 10dan 1ni beriladi. Endi buni batafsil inshaalloh tushuntiramiz. Ushur shariatda esa dehqonchilik va bog'dorchilik mahsulotlarining zakoti hisoblanib, asosan yetishtirilgan mahsulotning 10dan 1 qismi miskinlarga berilishi e'tiboridan ushur deb nomlanadi. Ushur shariatimizda Qur'oni Karim, hadis sharif va ulamolarimiz ijmosiga ko'ra farz. Ushur berish farzligi borasida Alloh taolo Qur'oni Karimda mana bunday marhamat qiladi. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya'ni buni ma'nosi yig'im-terim kuni haqqini beringlar va isrof qilmang. Albatta Alloh taolo isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni yig'im-terim boshlangandan keyin hosilni yig'arkanmiz, ana o'shani haqqini beva bechoralarga, yetim yesir qiynalgan oilalarga berishligimiz kerak. Mana Alloh taolo oyat karimada aytib turibdi, haqqini bering deyapti. Ushbu oyat karimani tafsir qilgan ulamolarimiz ushurning farz bo'lish vaqti hosil pishib, yetilgan va yig'ishtirib olinadigan kundan ekanligini ta'kidlayaptilar. Oyatning davomida isrof qilmang, zero Alloh isrof qiluvchilarni yoqtirmagan jumlasining ma'nosini esa quyidagicha tafsir qilishadi. Ya'ni ehsoningizni, ushuringizni, zakotingizni Alloh taolo buyurgan joyga, Alloh taolo amr qilgan o'rinda qiling. Ya'ni isrof qilmang, boshqa yoqqa qilmang. Nega Alloh taolo mo'min musulmonlarga, qiynalgan oilalarga, beva bechoralarga, yetim, faqir, miskinlarga ihson qiling, zakotingizni bering, ushuringizni bering, deydi. Sababi unda inson bir-biriga nisbatan mehr muhabbat uyg'onadi. Tasavvur qiling, qiyin bir topikka kirib turibsiz, qiyinchilik, mashaqqat holatdasiz. Bir musulmon kelib qo'lingizga pul berib, birodar, mana ushurimidi, yo mana zakotimidi, mana ihsonimidi, qiynalib turgan ekansiz desa, ko'zingizga haligi inson farishta ko'rinib ketadi-ku, to'g'rimi? Mushkulingizdan oson qilib turibdi. Haligi insonga nisbatan qalbingizda muhabbat uyg'onadi. Haligi insonga nisbatan qalbingizda bir ozgina g'araz bo'ladimi? Yo'q, har ko'rganingizda men qiynalgan vaqtimda shu inson menga yordam beruvdi deysiz. Boshqa bir oyat karimada Alloh taolo mana shunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingiz kasb etgan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalarning yaxshilaridan ihson qiling. E'tibor beryapsizmi? Yaxshilaridan, eng yaxshilaridan ihson qiling. O'zingiz faqat ko'zingizni chirt yumibgina oladigan darajadagi yomon narsalarni ihson qilishni tanlamangiz. Shuningdek, bilingizki, albatta Alloh taolo g'oniy va maqtovga loyiqdir.
Mazkur oyat karimada o'zingiz kasb-u kori orqali topgan mol va yerdan chiqqan ekinlardan Alloh yo'lida infoq, ihson qilishga buyurish bilan birga xayr va ihsonni eng yaxshi mahsulotlardan berish, ya'ni muddati o'tgan yaroqsiz mahsulotlardan ihson qilishdan ham qaytarilmoqda. Bir kishiga ihson qilar ekanmiz, zakot chiqarar ekanmiz, ushurimizni berar ekanmiz, mevalarni chiriganidan, qurt yegan, achiganidan emas, eng saralaridan, eng go'zallaridan men. Yoki do'kondor bo'ladigan bo'lsak, do'koningizdan zakot chiqaradigan bo'lsangiz, o'tmay qolgan ostatka tovarlaringizdan emas, o'zingiz kiyim kiymoqchi bo'lsangiz shu do'kondan qanaqasini kiyasiz? Eng qimmatini, eng zo'rini kiyasiz, birodaringizga ham shunaqasini deyingda. Keyin bu borada yana Qobil va Hobil voqeasi borki, Alloh taolo bularga ihson qilishni buyurdi. Ihson qilish buyurdi. Qaysi birining ihsoni qabul bo'ladigan bo'lsa, uni bir tutun kelib kuydirib ketish kerak edi. Buni qarangki, ihson qiluvchilarning bittasi cho'pon edi, bittasi dehqon edi. Bittasi eng yaxshi qo'ylarini, eng yaxshi sarasini, semizini olib kelib so'yib ihson qildi, bittasi dehqonchiligini chirigan, eski bir odam yemaydigan laridan olib kelib ihson qilib qo'ydi. Keldida haligi eng go'zal semiz qo'y barrasidan so'yilgan ihsonni kuydirib qabul qilib ketdi. Shu ihsonni kuygani qabul bo'lganning alomati edi. Ya'ni ihson qiladigan bo'lsak, ihsonga-ku shundoq beraveryapman-ku, bo'laveradi. Yo'q, birodarlar. Xalqimizda ham maqol borki, pichoqni avval o'zing ur. Siz o'zingizga mayli muhtoj bo'lib turgan bo'lsa ham sara narsani berish kerak. Ushur berish borasida Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar: Anhorlar va bulutlar sug'organ narsalardan ushur, ya'ni 10dan 1. Suv chiqaruvchi hayvon ila sug'orilgan narsalardan ushurning yarmi, 20dan 1 beriladi. Imom Buxoriy rivoyati. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, demak ushurning miqdori belgilanadigan, ushurning miqdorini belgilaydigan asosiy mezon bu sug'orish. Ya'ni aytilyapti, agar bizi yerimiz, biz dehqonchilik qiladigan joy suv o'zi keladigan, osonlik bilan suv o'zi keladigan yoki lalmukor osmondan tushadigan suv bilan sug'oriladigan joy bo'ladigan bo'lsa, bunda ushur, ya'ni 10dan 1, hosilni 10dan 1 miqdorini ushur qilib beramiz. Agarki bizni dehqonchilik qiladigan yerlarimiz suv sotib olinadigan yoki bo'lmasa maxsus texnikalar, nasoslar yordamida chiqariladigan yoki bir qanaqadir shunaqa xarajat bilan sug'oriladigan bo'lsa, bunda ushurni 20dan 1, ya'ni 5%. Yuqoridagisida, ya'ni suv o'zi keladigan yoki lalmukor yomg'ir bilan sug'oriladigan yerlar bo'lsa 10% hosilda. Agar biz aytib o'tganimizdek nasoslar bilan, maxsus texnikalar bilan chiqariladigan yoki suvni sotib olib sug'oradigan bo'lsak, bunda hosilda 5%ni ushur qilib beramiz. Ya'ni bunda siz yil davomida qiladigan xarajatlaringiz, unga soladigan mineral o'g'itlar va hokazo xarajatlar chiqarib tashalmaydi. Umumiy hosilni shu 10dan 1 yoki 20dan 1, 10% yoki 5% sug'orilishiga qarab turib. Faqat bu yerda sug'orishga qilinadigan sarf xarajat, sug'orish nazarda nimaga e'tiborga olinadi? Chiqqan hosilni ko'p yoki kamlikka qaralmaydi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ziroat mahsulotlarini ozidan ham, ko'pidan ham ushur olinadi deganlar. Bu borada Muxtasarul Viqoya kitobida shunday deyilgan: oz bo'lsa ham ushurli yerning va tog'ning asalidan, mevasidan hamda yerdan chiqqan narsalardan agar uni oqar suv yoki yomg'ir sug'organ bo'lsa ushur beriladi. Ushurni aytdik 10dan 1 degan. Mana shu narsalardan 10dan 1 miqdorda zakoti beriladi. O'tinga o'xshash narsada ushur yo'q. Osmon, buloq va quduqning suvi ushridir.
Agar katta paqir yoki charxpalak ila sug'orilsa, ushurning yarmi, ya'ni 20 dan 1 beriladi. Bunda ziroat uchun qilingan xarajatlar chiqarib tashlanmaydi. Demak, biz aytib o'tdikki, suvni o'zi oqib keladigan bo'lsa, uni sotib olinmasa, suv chiqarish yoki olib kelish uchun xarajat qilmasa, yomg'ir suvi bilan sug'oriladigan yer bo'lsa, demak 10 dan 1, ya'ni 10% hosilni 10% ushur qilib beriladi. Endi birodarlar, mana shu o'rinda aytib o'taylik. Ushur taomidan ushurni ado etmasdan turib yeyish joiz emas. Agar shu ushurni ajratib qo'yadigan bo'lsak, bo'laveradi. Ushurni alohida qilib ajratib qo'yadigan bo'lsak, bo'laveradi. Bu zohiriyada keladi. Lekin mana shu ushurni ado qilmasdan turib yeyishlik, undan ahllarimizga, oilalarimizga berishlik bu nojoiz. Shu aytib o'tganimizdek, ajratib qo'ygandan keyin ushurni, o'sha 10%ni, hosil 10%ni ajratib qo'ysak, mana shu ushur beraman deb turib, qolganini yesak joiz bo'laveradi inshaalloh. Asalning ushuri sof foydadan emas, yig'ilgan jami asalning 10 dan 1 dan beriladi. Ushbu berilgan hosildan xarajatlar chiqarib tashlanmasligi sababi bu mavzudagi oyat va hadislar mutlaq kelgan. Ya'ni hech qanaqa bir qaydlarsiz kelgan. Ya'ni hadis va oyatlarda xarajatingizni chiqarib oling yoki bo'lmasa foydadan beriladi degan gap yo'q. Imom Abu Hanifaning ikkita shogirdlari Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadning qavllariga ko'ra 5 vasaq bo'lmasa asaldan ushur berilmaydi deyilgan. Lekin qabul qilingan gap, bizning mazhabimiz bo'yicha fatvo berilgan gap, ya'ni agar asal ko'p bo'ladimi, oz bo'ladimi, farqi yo'q. Asaldan 10 dan 1 miqdorida, agar kuchli yerda asal yetishtirilgan bo'lsa, 10 dan 1 miqdorida ushur beriladi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam asaldan ushur, ya'ni 10 dan 1 ni oldilar. Mana bu yerdan ta'kidlanyapti, Payg'ambar alayhisalom asaldan 10 dan 1 ni oldilar. Ya'ni 10 ta ko'zachadan bitta ko'zachasini beramiz asal. Jamlangan bo'lsa inshaalloh. Bu hadisi sharifda ham xarajatlar haqida tafsilot keltirilmagan. Deyarli barcha Hanafiy fiqh manbalarida ushur bermoqchi bo'lgan kishi xarajatlarni chiqarib tashlamaydi va yig'ib olingan asal miqdori ko'p yoki kam bo'lishidan qat'iy nazar undan ushur berilishi lozimligi ta'kidlangan. Jumladan Al-Muxtor lil Fatvo kitobida mana bunday deyilgan. Ushur beriladigan mahsulotlarning sarf xarajatlari hisoblanmaydi. Asal ko'p yoki kam bo'lishidan qat'iy nazar ushri yerdan olinsa 10 dan 1 beriladi. Agar asal 20 dan 1 beriladigan yerda tursa, ya'ni o'sha joyda yig'iladigan bo'lsa asal, undan ham 20 dan 1 beriladi. Ya'ni biz aytdikki, tog'da boqiladigan bo'lsa, o'sha tog'dagi o'tlar, o'lanlardan, daraxtlardan yeb asalarimiz asal yig'adigan bo'lsa, bundan ham shu 10 dan 1 beramiz. Agar ushbu yerda bo'lmasa, o'zimiz o'sha yuqorida aytgandek sarf xarajat qilib suvni olib kelinadigan, sotib olinadigan joylarda asal qilinadigan bo'lsa, asallarchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bunda 20 dan 1 beriladi. Zero hovlidagi narsalardan agar asalning 20 dan 1 beriladigan yerda tursa, undan ham 20 dan 1 beriladi. Hovlidagi ekinlar hamda mevali daraxtlar mevasidan ushur berilmaydi. Hovlimizdagi ekilgan mevalarimizdan, ekinlarimizdan ushur bermaymiz, chunki o'sha hovlidagi ekinlarimiz, daraxtlarimiz bu o'sha hovlidagi imoratlarga tobe bo'ladi. Endi hovlisini boqqa aylantirib daromad oladigan kishilar uchun u o'sha anaqasidan, hosildan, daraxtlardan, ekinidan ushur beradi.
Ba'zilar shunaqa qiladi-ku. Uy qilib oladi, uchastka qilib oladi, o'sha bog'ning boshida, o'sha yerda yotib turib. Endi bunda yuqorida aytgan gapimizga kirmas ekan, bundan ushur berilar ekan. Somondan ushur berilmaydi, chunki bug'doy somon uchun emas, balki dona uchun ekiladi. Bedani urug' olish uchun ekilsa, urug'dan ushur beriladi. Agar bedani poyasi uchun ekilgan bo'lsa, poyasidan ushur beriladi. Makka johori ham xuddi shunaqa. Agar dona uchun ekkan bo'lsak, donadan, poyasi uchun ekkan bo'lsak, poyasidan ushur beramiz. Lekin mana shu ekilgan Makka johorlar yoki johorlar hayvonlarga yem qilish uchun ekilgan bo'lsa, undan ushur berilmaydi. Lekin hayvonlarga yem qilish uchun ekilgan Makka johori, lekin johorning poyasidan ushur beriladi. Bugungi kunda ko'p beriladigan savollardan yana biri ushurni yer egasi beradimi yoki ijaraga oluvchi kishi beradimi degan savol. Hanafiy mazhabiga ko'ra buyuk mushtahidlari Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad rahmatullohi alayhilarning fatvosiga ko'ra yerni ijaraga olib dehqonchilik qilgan kishi ushurni beradi. Ya'ni biz aytdikki, ushur yerdan chiqqan hosilga beriladi. Hosil esa o'sha ijaraga yerni olib dehqonchilik qilayotgan dehqonga qarashli. Ushurni ham shu dehqon beradi. Lekin ijara tuzilayotgan vaqtda yer egasi bilan dehqon shu hosilni bir qismiga kelishgan bo'lsa, ijara haqqini, men hosilni sizga bir qismini beraman desa, ikki tomon ham shu o'zaro o'zlarining hissalaridan ushur berishadi. Ulamolarimiz ta'kidladilarki, mo'min kishining moli nisobga yetsa, uning mollari orasida sadaqa olishga haqdor kishining haqqi qo'shilib ketadi. Ziroatni chiqarsa moli poklanadi, zakotini chiqarsa moli poklanadi, ko'payadi, xonadoniga baraka kiradi. Aksincha bo'lsa gunohkor bo'ladi. Ushurda ham xuddi zakotdagi kabi miskinning haqqi qo'shilib qoladi. Ushur berish molni poklash hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mol sadaqa qilish bilan kamaymaydi, aksincha ko'payishini ta'kidlab aytadilarki, sadaqa molni kamaytirmaydi va Alloh taolo bir bandani kamtar bo'lganligi sababli faqat azizligini yuqori qiladi. Hamda kim Alloh uchun kamtarlik qilsa, Alloh taolo uni martabasini yuqori qilib qo'yadi. Imom Muslim rivoyati. Demak, dehqon va bog'bonlar ekin-tikin va bog'dorchilik mahsulotlarini xoh mahsulot ko'rinishida bo'lsin, xoh sotilgan bo'lsa, pul ko'rinishida bo'lsin, albatta ushurlarni o'z vaqtida beva, bechora hamda yetim yesir muhtojlarga berishlari lozim. Shunday qilsalar Alloh taolo rozi bo'ladi va hosillarga baraka beradi. Aksincha bo'lsa, ular baxillik qilib ushurlarni bermasalar, Alloh taolo turli samoviy va aroziy balo va ofatlarni yuborib qolgan ekin va ziroatlardan ham mahrum bo'lib qolishlari mumkin. Eng yomoni oxiratda Alloh taolo bilan yuzma-yuz bo'lib turganimizda juda bir qiyin ahvollarga tushib qolishimiz mumkin. Alloh taolo o'z kalomida bizlarni ogohlantirib mana shunday deydi: Sizlar ekayotgan ziroatlaringiz haqida o'ylab ko'rdingizmi? Afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sizlar ekayotgan ziroatlaringiz haqida o'ylab ko'rdingizmi? Uni sizlar undirasizlarmi yoki biz undiruvchimizmi? Agar biz xohlasak uni quruq cho'p qilib qo'ygan bo'lar edik. Sizlar esa ajablanib qolgan bo'lar edingiz. Bizlar ziyon ko'ruvchimizmi, balki biz rizqimizdan mahrumdirmiz deb nadomatga qolgan bo'lar edingiz. Voqea surasi 63-67-oyatlar. Ilgari ota-bobolarimiz ushbu buyruq va ko'rsatmalarga ortig'i bilan amal qilishgan, biz ham ularning izlaridan borib zakot
va ushurlarimizni o'z vaqtida berib boraylik. Dehqonchilik mahsulotlarining zakotini, ushurlarni faqirlarga berish buyuk farz va ulkan saxovat namunasi sanaladi. Payg'ambarimiz alayhissalom hadisi sharifda ihson va sadaqa qiluvchining saxiy insonlarni Alloh taologa mahbub bandalar deb ta'riflab quyidagicha marhamat qiladilar. Sahiy Allohga yaqin, jannatga yaqin, odamlarga yaqin va do'zaxdan uzoq. Baxil Allohdan uzoq, jannatdan uzoq, odamlardan uzoq va jahannamga yaqin. Albatta sahiy johil baxil obiddan ko'ra Alloh azza va jallaga mahbubdir. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis. Qolaversa ushbu ushurlarni faqat iqtisodiy emas, balki ruhiy tarbiya vositasi ham hisoblanadi. Ushur bergan inson baxillikdan xalos bo'ladi, rizqiga baraka kiradi. Jamiyatda esa o'zaro mehr-muruvvat kuchayadi. Biz aytdik, bir qiynalib turgan mo'min birodarimizga borib ushurimizdir, zakotimizdir, ehsonimizni olib bersak, uning qalbiga bir xursandchilik olib kiramiz. Juda bir xursand bo'ladi, mushkul vaziyatdan chiqib ketadi. Bizdan xursand bo'lib, bizni ko'rganda, bizni yaxshiligimizni eslab, bir-bir mo'min musulmonlar o'rtasida o'zaro bir-biriga mehr-muhabbat, muruvvat shakllanib, bir-biriga bo'lgan muhabbati ziyoda bo'ladi musulmonlar o'rtasida. Alloh taolo o'zi barchamizga tavfiq bersin. Hamda yurtimiz dehqonlarining ziroatlari va bog'bonlarimizning bog'dorchiliklariga g'aybiy barakotlarni ato etsin. Hamda ushurlarni ortig'i bilan va ixlos bilan ado etuvchi saxiylardan qilsin. Mana shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tish kerak. Ushurni oldindan berish. Endi ba'zi savol tushib qoladi. Ushurni oldindan bersa bo'ladimi? Aytaylik, bir yaqiningiz yoki bir qo'shningiz sizni boshiga bir mushkul tushib turibdi. Pul kerak bo'lib turibdi. Shunda siz hosilingizni taxminan hisoblab turib, kilosini yoki miqdorini taxminan hisoblab turib, o'sha ushringizni, bermoqchi bo'lgan pulingizni ushur qilib berasizda, keyin hosilni yig'ishtirib olgandan keyin agar uni kami bo'ladigan bo'lsa, yana kamini berib qo'yasiz. Shunda joiz bo'lib ketaveradi ushur oldindan berishadi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.